Selam dostlar, Qozonimiz bo'yicha sayohatimizni davom etamiz. Bugun men sizga mifik kuchga ega bo'lgan haykallar turida so'zlashyapman. Shurali topishmoqlari kompozitsiyasi 2011-yilda qo'yilgan. Uning avtori Qozonning tanilgan skulptori Osiya Mingnullina. Kompozitsiya To'qayning Shurali akiyatiga bag'ishlanganini barig'iz da anglagansizdыр endi do'stlar. Buranada o'tirgan bultir bilan Shurali yonida bo'lib ketgan har kishini yaxshi kayf ham baxt kutadigan ishonu yashaydi. Shuralining mug'izini tutib tilak tilasang, u hech shaksiz chinga oshadi. Men 1767-yilda Yekaterina II Qozonga keladi. Ham rahmat yuzidan o'zining karetasini Qozonga bo'lak etadi. Bu kareta Tataristonning Milliy muzeyida saqlanadi. Karetaning ko'chirmasi Bobur uramida qo'yilgan. Qozonlilar aytuvuncha, karetaga o'tirib foto tashish yaxshi amal. Ishonish kompozitsiyasi turida biz sizga so'ylagan edik endi do'stlar. Kichikning burnin ishqib tilak tilasang, shinga oshar degan ishonu yashaydi. Qonatli tulpar turida rivoyatda aytilgan shafqat g'odiyotlarda botir yigitlar erilsa, qonatliga aviriladi. Tulparning qanotlarini bir kimda, hatto xo'jasi da ko'rishga tegish bo'lmagan. Qozon Tisiya turida biz sizga so'ylagan edik endi do'stlar. Shahar xalqi ham turistlar orasida bashini siypasang, o'ngishga erishasan degan ishonuvda yashayali. 1997-yilda Fuchs bog'chasida Karl Fuchsga haykal qo'yiladi. Uning avtorlari Andrey Balashov ham Igor Kozlov. Tanilgan g'olim, tabib, tarixchi, Qozon universiteti rektori bo'lgan Fuchsni Qozonda hurmat etganlar. Haykal Fuchsning o'z zo'rligi bilan bir tegizdilar. Ham do'stlar, eng qizig'i shunda, haykalning bir kimda tugal javobini bilmay turgan topishmog'i bor. Fuchs tutunib turgan tayoqning boshida bir bosh suratlangan. Farazlar ko'p turli. Kimning boshi ekanini bir kimda bilmay shu. Bugunga mana shular edi do'stlar. Tug'an yoq tarixini o'rganigiz, tanilgan shaxslarimizni unutmag'iz. Sog' bo'linglar.